Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasi Emelianovskiy tumanida huquq-tartibot idoralari xodimlari korona ziyofat zalida o'tkazilgan tadbirga bostirib kirdi deb xabar berdi Newslab. Qayd etilishicha, Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya maxsus kuchlari xodimlari noqonuniy migrantlar va giyohvand moddalar savdosiga aloqador bo'lgan shaxslarni aniqlash maqsadida reyd o'tkazgan. Ta'kidlanishicha, o'zbekistonlik qo'shiqchi Jaloliddin Ahmadaliyev konserti bo'lib o'tayotgan ko'ngilochar muassasaga bostirib kirgan huquq-tartibot idoralari xodimlari 620 nafar mehmonni tekshirgan. Ulardan 210 nafari xorijlik ekani aytilmoqda. Ularning yonidan erkin muomalaga chiqarilishi taqiqlangan buyumlar yoki moddalar topilmagan. Taqdim etilgan video lavhada Rosgvardiya xodimlari ziyofatdagi shaxslarning hujjatini tekshirayotgani, ularning yoni xizmat iti bilan tekshirilgani, bir guruh erkak yelkama-yelka saf tortgan holda olib chiqilgani, ayrimlari qo'li qayrilgan holda olib ketilgani ko'rinadi.